Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Hurmatli prezidentimiz tomonidan uch tajribasi asosida bank rahbarlari o'z mijozlari bilan uchrashib, ulardagi mavjud muammosini hal qilish orqali yangi ish o'rinlari ochilishini, tadbirkorlik faoliyatida bo'layotgan bank bilan bog'liq to'siqlarni va to'siq masalalarini hal qilish topshirib o'tgan. Shu munosabat bilan siz bilan suhbat uyushtirib turibmiz. Bugungi kunda bankimizda fuqarolar uchun, tadbirkorlar uchun bir qancha qulayliklar, bank mahsulotlari bor. Masalan, kredit mahsulotlarimizdan hokimiyatdan tavsiyasi orqali oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasidagi kreditlarimiz bor. Keyin biznesga birinchi qadam 17 millionlik kreditlarimiz bor. 24 oyga 27%dan 3 oylik imtiyoz davri bilan. Moliyaviy ommabop inklyuziv kreditlarimiz bor. Moliyaviy ko'mak 100 millioncha 36 oy muddatda garov evaziga beriladigan kreditlarimiz bor. Omonat mahsulotlarimiz bor. 1 yillik, 1,5 yillik, 2 yillik omonatlarimiz bor. 1 yillik omonatlarimiz 16%dan faizlari oldindan to'lab beriladi. 1,5-2 yillik omonatlarimiz 19%dan. Ular shu har oyda faiz ishlanadi, faizini olib, bemalol ishlataverasizlar.